ibtido qildimki bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad zoting erur ismi azim. Yo'lni yomon yaxshisidan yemag'am. Bismillah degilu qo'yg'il qadam. Hurmatli Haq yo'li kanalining muxlislari, assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuh. Umid etaman sog', salomat va baxtiyor yashab yurgan bo'lsangiz. Azizlar, mana bugun Mazor Sharif shahrining Shodiyon dashtida kelganmiz. Mana bugun juma kuni edi. Albatta xalqlar har yerdan kelgan bu yerga, boshqa viloyatlardan ham keladilar sayr va sayohat uchun, tafrih uchun. Biz ham ustozlar bilan shu yerga keldik. Alhamdulillah, vaqtimiz juda ham chiroyli bo'lib o'tmoqda. Bu uchun mana chiroyli va go'zal tog'larni sizlarga ko'rsatamiz. Hamma joy ko'rasizlar, ko'k bo'lgan. Alhamdulillah, Tengri taoloning mana qudrati, buyuk tog'lar bor. Mana biz ham xohladik shu yerdan bir xos ko'rsatuv tayyorlasak va sizlarga taqdim qilsak, tarqatsak. Xo'p, azizlar, mana asta sekin ketamiz tog'ning ustiga. Shu yerlarni sizlarga ko'rsatamiz. O'z o'lkamizda va tashqari o'lkalarda yashaydigan har bir dindoshimiz, tildoshimizga inshaalloh ushbu yerlarni rasmga olamiz. Xo'p, ustoz, mana yuqori chiqamiz. Buyuk tog'lar bor. Aziz qadrdon ko'ruvchilar, muxlislar, bu yerlarni sizlarga ko'rsatamiz. Albatta men 1 yil oldin bu yerga kelgan edim. 1 yildan keyin mana alhamdulillah Tengri taoloning lutfi bilan bu yerga keldik. Juda ham albatta yoqimli ushbu yerlar. Insonni tabiati toza bo'ladi, tarovat baxshlaydi. Do'stlar bilan, muxlislar bilan, azizlar bilan birgalikda kelish, o'ltirish, turish hammasi bir-biridan chiroyli, bir-biridan go'zal alhamdulillah. Ustoz, mana ustoz Osif xonning qo'llari dard ko'rmasin. Hozir texnik yordamchimiz bular bizga yordam beryaptilar. Xo'p, ustoz, bu yerlarga chiqish imkoni bordir inshaalloh. Xo'p, mana yuqoriga chiqib ketamiz aziz muxlislar, qadrli dindoshlar, tildoshlar. Inshaalloh umid etaman bir yaxshi ko'rsatuv bo'lsa sizlarga. Ushbu tog'larni ko'rib birozgina bo'lsa ham ushbu chiroyli joylarni ko'rib lablaringizga kulgu parvonasi kelsa degan umiddamiz. Albatta bu yerlarga chiqish oson ham emas. Juda ham qiyin. Agarda biz bu yerlardan pastga tushib ketsak, xo'p, hayotimizni qo'ldan bersak ham imkoni bor, lekin ko'p ehtiyot qilib chiqamiz. Bu yerlarga chiqish azizlar juda ham qiyin. Mana xohlaymiz shu tog'larni tepasiga chiqib ketsak. Mana qarang, qanchalik baland bu tog'lar, aziz muxlislar, ko'rasizlar. Mana odam charchab qoladi ushbu yerlarga chiqishga. Biz ham sizlar uchun chiqyapmiz. Mana bu tepalarga, balandliklarga chiqib. Xo'p, hozir esa men ham juda ham charchagan azizlar. Negakim oson emas-da. Mana endi ozgina qoldi tog'ni tepasiga chiqishga. Hurmatli ustoz Osifxonning ham qo'llari dard ko'rmasin. Mana va nihoyat yuqoriga ham chiqaverdik desak ham bo'ladi aziz muxlislar. Xo'p, ustoz, biroz ehtiyot qiling. Mana ko'rasizlar qanchalik balandliklarga chiqdik biz. Shu yerlarga mana ushbu buyuk tog'larni qarang aziz muxlislar. Bu yerga xalqlar keladilar. Boshqa kunlar ham ayniqsa shu juma kun ko'p keladilar. Nega deganda
juma kuni ruxsat kun bo'ladi. Ba'zilar juma namozidan oldin va ba'zilar ham juma namozini o'qib keladilar. Kecha-kech qo'ringacha shom qorong'u botguncha shu yerlarga o'tirib turadilar. Sayohat qiladilar. Bir-birlari bilan suhbat qiladilar. Bu uchun azizlar, har biringizga men tavsiyam ham shu, men iltimosim ham shu, siz azizlarga ham ushbu joylarni ko'ringlar. Alloh taoloning qudratlarini, osorlarini ko'rib bag'oyat quvonasiz, xursand bo'lasiz. Hozir azizlarimizga albatta hozir Afg'onistonga emaslar, tashqari o'lkalarda yashaydilar. Azizlar, sizlarning ham joylaringiz xoli. Men mutmainmanki, oldin necha yillar oldin yo yillar oldin bu yerga sizlar ham kelgansizlar. Mana hozir biz keldik. Agarda siz azizlar kela olmasangiz ham biz shu yerdan ko'rsatuv olyapmiz, sizlarga tarqatyapmiz. Bu uchun aziz muxlislar, xo'p ustozjon, bilan biroz yanada yo'l yursak, mana bu yerga xalqlar kelib, albatta mana bolalarni ko'rasizlar. Ustozjon, yuqorini oling bolalarni, mana bu yerga kelib, bular ham rasmga tushyaptilar. Xalqlar ko'pincha shu rasmga tushadilar. Ushbu yerlardan video oladilar. So'ng keyin oilalari bilan, do'stlari bilan ko'radilar, tomosha qiladilar. Aziz muxlislar, qadrli tinglovchilar, tomoshabinlar, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Juda ham bizni vaqtimiz chiroyli tariqada o'tmoqda. Mana tog'larning ustiga chiqib keldik. Pastdan tepaga chiqishda ko'p qiyin, oson ham emas. Bu uchun hurmatli ustoz Muhammad Osifxon bilan, Muhammad Osif Bashardo'st bilan bu yerga chiqib keldik. Hurmatli ustozni ham sizlarga salomlari bor, salom yo'llaydilar. Aziz muxlislar, qadrli ko'ruvchilar, mana shunaqa yerlar, umid qilaman bu yerlar sizlarga yoqimli tamom bo'lgan bo'lsa, bizning ko'rsatuvimiz, ustozlarimiz, sarmuallim sohiblar, mudir sohib mana ko'rasiz, u tomonga qoldilar. Ustoz, mana u tomonga biz qazon qilgandik, taom yeb o'tirib duo qilib turdik. Xo'p, ustozlar ba'zilari to'p o'ynayaptilar, ba'zilari o'tirib suhbat qilyaptilar. Biz esa sizlar uchun mana bu yerga tog'ning tepasiga chiqib keldik va dastur tayyorlayapmiz. Bir xos dastur bo'lsa qazlarimizga deb. Qadrli muxlislar, men yanadan bir iltimosim bor sizlardan. Bir-birimizni qadrimizni bilib, bir-birimiz bilan borib kelib, shu qilib qatnashib turaylik inshaalloh ushbu vafosiz dunyoga. Bugun bormiz, mumkin ertang bo'lmasak, bor paytlarimiz hurmat bilan bir-birimizga boqib, bir-birimizga hurmat qilib qatnashib turaylik inshaalloh. Bir-birimizni qadrimizni bilib turaylik. Nega deganda, dunyodan o'tib ketganimizdan keyin foydasi yo'q. Bizga bir ma'zala borki, biz bor paytimiz bir-birimizni qadrimizni unchalik bilmaymiz. Ammo dunyodan o'tib ketganimizda ko'p afsus qilamiz. Falon kishi ko'p bir yaxshi hofizi Qur'on edi, yaxshi olimi din edi, din olimi edi, yo bir muhandis injener edi, yo bir yaxshi doktor edi deb ko'p afsus qilamiz, lekin afsusimizni foydasi yo'q. Afsus hayotdan o'tmasdan oldin, olamdan o'tib ketmasdan oldin bir-birimiz bilan qatnashuv qilib yuraylik. Negaki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalari bir-birini shunday yaxshi ko'rar ekanlar. Ular agarda bir kun bir-birini ko'rmasa, uyiga borib darvozasini taqtaqlatib, ularni qichqirib, birodar, siz nega bugun ko'rilmadingiz, sog'misiz, sog'ligingiz yaxshimi deb sog'ligidan itminon olib mutmain bo'lib ketar ekanlar. Ba'zilar mana bizni ham chaqiryaptilar. Ustozlarimiz, do'stlarimiz ketyaptilar. Xo'p ustoz, mana endi tushib ketishga harakat qilamiz. Fikrimcha ustozlar qiynalyaptilar bizni. Albatta qichqiryaptilar bizni. Kech bo'ldi deb. Endi mana bu yo'ndan tushib ketamiz. Azizlar, mana ustoz har yerdan oling rasmga. Mana ushbu chiroyli go'zal tog'larni muxlislarimizga ko'rsatamiz. Bu yerlarni ko'rsinlar. Afg'onistonga kelmagan kishilar agarda tashqari o'lkalarda, O'zbekiston, Qozog'iston, Turkiyada shunaqa
Qirg'iziston o'lkalarida, Turkmaniston o'lkalarida ham dindoshlarimiz, dindoshlarimiz ko'rayotgan bo'lsalar, keling azizlar, biz sizlarni chiroyli tariqada mehmon qilamiz inshaalloh, qiziq tariqada kutib olamiz. Xo'p, aziz muxlislar, bizning dasturimiz bizning bugungi albatta so'zlarimiz ham shu yerga o'z adog'iga yetadi. Biz ham endi uy tomon ketamiz. Ustozlarimiz qichqiryaptilar bizni ketamiz deb. Yenadam sizlarga shunaqa chiroyli dastur tayyorlaymiz inshaalloh. Kelasi dasturlargacha har biringizni yaratgan Robbimga topshiraman. Barchangizga tan sog'lik, jon sog'lik istayman. Yaxshi qoling.